Assalomu alaykum, barchaga rubl ko'tarilmoqda. Aziz do'stlar, videorolikka like bosishni unutmang. Inshaalloh videorolik foydali bo'ladi degan umiddaman. Tespay ilovasida 1000 rublimiz 147 ming o'tmoqda, 100 dollarimiz esa 8146 rubl ko'rsatmoqda. Tak, Mir privilegi ilovasida 100 dollarimiz 8365 rubl ko'rsatmoqda. Promokod o'zbekda tersangildi. 1000 rublimiz esa 145.200 so'mda tashkil etmoqda. Promokod o'zbekda tersangildi. Salampay ilovasida 1000 rublimiz 144.010 so'mda tashkil etmoqda. Tak, O'zbekiston Markaziy banki 100 dollarimiz 1,211,735 so'mga ko'rsatmoqda. Tak, 100 dollarimiz esa 1,406,946 so'mda tashkil etmoqda. 1000 rublimiz esa 149,490 so'mda tashkil etmoqda. Aziz do'stlar, videorolikka like bosishni unutmang. Inshaalloh videorolik foydali bo'ladi degan umiddaman. Hamisha sihat va salomat bo'ling.